Birinchi qism. Davomini bilmoqchimisiz? Kommentga yozing, ikkinchi qismni chiqaring. Agar 10 ta obunachi bo'lsak, ikkinchi qism chiqadi. Kechasi. U uyda yolg'iz edi. Hamma joy jim. Hatto tashqaridan ham ovoz kelmasdi. U telefon ko'rib o'tirgandi. Birdan telefonga xabar keldi. Noma'lum raqam. Orqangda kimdir bor. U kulib qo'ydi. Prankdir, dedi. Lekin baribir sekin orqasiga qaradi. Hech kim yo'q. Ko'rdingmi? Hech kim yo'q, dedi o'ziga. Telefon yana titradi. Men hozir ham o'sha yerdaman. Bu safar u kulmadi. Yuragi tez ura boshladi. Kim bu, deb yozdi. Javob darrov keldi. Sen qaramagan paytda yaqinlashaman. U qotib qoldi. Sekin yana orqasiga qaradi. Yana hech kim yo'q. Lekin xona ichidagi havo o'zgargandek edi. Sovuq, og'ir. Telefon yana yozdi. Yana qaragin. U tezda orqasiga o'girildi. Hech kim. Ammo bu safar uning stuli ozgina siljigan edi. U qotib qoldi. Bu men emasman, dedi sekin. Telefon yana titradi. Endi juda yaqinman. Nafasi tezlashdi. Qo'llari titradi. U sekin kamerani ochdi. Ekranga qaradi va ekranda uning ortida qorong'i shakl turardi. Juda yaqin. Uning yelkasiga egilib, go'yoki qulog'iga nimadir demoqchi. U darrov orqasiga o'girildi. Xona bo'sh. Hech kim yo'q. Telefon qo'lidan tushib ketdi. Ekran yerda yonib turardi. Unda oxirgi yozuv chiqdi. Endi qarama. U sekin boshini yana orqasiga burdi va agar davomini bilmoqchi bo'lsangiz, obuna bo'ling.